Katta birodar, iltimos. Katta birodar, iltimos. Mayli. Tactics of the wolf. Tuyoq urug'i shoh urug'ini yutib yuborish vaqt masalasidir. Ular bizga keladi deb o'ylamagandim. Bu nima? Otliqlardan boshqa hech narsadan iborat bo'lmagan qo'shin. Mumkin emas. Qanday qilib ular o'rta shunday jang qilishlari mumkin? Hamma tinchlansin. Bizni dushmanlarimiz g'alati, ammo soni kam. Agar biz boshimizni ushlab tursak, g'alaba qozonishimiz mumkin. Biz vazifamizni bajarib bo'ldik. Bu yerdan ketamiz. Tuyoq armiyasi tartibsizlikda. Siyuruni juda ajoyib. U tuyoq urug'ining patriarxi. Kuchli hukmdor Yengvi qo'shinini mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi. Tushundim. Siz ketishingiz Ha, mumkin. xonim. Garchi bu hayratlanarli. Shunchaki otinish juda qiyin. Ammo Yengvi bilan kurashish uchun bizda barqaror reja mavjud. Og'izlaringizni yoping, ahmoqlar. Og'izlaringizni yoping, ahmoqlar. Biz xo'rniklarni qutqaramiz. Qaror allaqachon qabul qilingan. Yaxshi, ishonamanki, biz hozir hammamiz bir sahifadamiz. Run, Ha, Maspel janob. jamoasini boshqaring va bizdan oldinda boring. Binaqsh, mo'g'ul shakllanishi. Sizni tushundim. Yorgen, asosiy qo'shinlarni tuzing. Men hamma narsa tonggacha tayyor bo'lishini xohlayman. Tushundim, ser. Ingrid, Ha, men janob. sizga ko'rsatgan xilinayrangni otliq qo'shinlar uzangilarini liniyaga bersin. Ishonchingiz komilmi? U bizning yurtimizdan emas. Lekin u meni singlim. But she's still my little sister. Ha, tushundim. Iloji boricha tezroq shohqillarga qayting va qo'shin to'plang. Tushundim, janob. Ruxsat, keling. Malika, Bo'rilar armiyasi tez orada keladi. Xo'p, rahmat. U qayerda? Hoy, Lineya. Turganim uchun uzr. Nima bo'ldi? Shamollab qoldingizmi? It's not exactly the best timing for that. Yo'q, jang boshlanish arafasida men hayajondaman. Agar siz o'z darajangizni ushlab turmasangiz, oliy qo'mondonlik vazifangizni bajara olmaysiz. Bu muhim emas. Endi dushmanim qayerda? Biz piyoda yarim kunlik masofani bosamiz. Yarim kuna. Biz zo'rg'a erishdik. Yaxshi ovqatlanish vaqti. Kim xohlasa, bir piyola sharob ham ichishi mumkin. Oziq-ovqat va ichimliklar jang oldidanmi? Dushman hali uzoqda bo'lsa-da, maqsad yaqinida bo'lish, dushmanni mashaqqatli va to'yib ovqatlanmasligi uchun kurashayotganda bemalol kutish, bu o'z kuchini saqlash san'atidir. Tushundingizmi, Lineya? Men tushundim, kechirasiz. Siz charchagan va och qolganingizda to'liq kuch bilan kurasha olmaysiz. Shunday qilib, biz ovqatlanamiz Men tushunaman, siz juda aqllisiz, akajon. va men allaqachon oldinga kimnidir yuborganman.
Meni biladigan odamga ishonishimiz mumkin. Siz juda ajoyibsiz, aka. Ron, iltimos o'lmang. Uch kundan beri biz ko'z qisib uxlamadik. Har safar biz dam olishga uringanimizda bu otliqlar hujum qiladi. Ular hozir qayerdan kelishyapti? Folkvangranddan. Bu otliq birlik emas. Biz bu ularning asosiy armiyasi ekanligiga ishonamiz. Saflarni shakllantiring, shoshiling. Shunday qilib boshlandi, ammo tuyoq urug'i sekin harakat qilmoqda. Vahima qilmang, yana shakllantiring. Siz imkonsiz narsani so'rayapsiz. Biz charchadik. Ular charchagan. Yaxshi. Oldinga to'lang. Uzun najalaring zich o'ralgan shakllanishi. Bo'ri bolasi turli g'alati xayollar borligini eshitganman. Menimcha bu haqiqat. Maftunkor, bu qiziqarli bo'ladi, lekin bu faqat old tomondan kuchli. Aravalar, ularning qanotiga zarba bering. Men ularni o'zim chaqiraman. Faqat kuting, bo'ri bolasi. Tuyoq armiyasi parchalanib ketmoqda. Biz albatta yutib chiqamiz. Xuddi katta birodar aytgandek. Ehtimol dushman falanksning zaif nuqtasini payqab, yon tomondan hujum qiladi. Agar ular buni qilsalar, kuchni tutishga harakat qiling. Xavotir olmang, men unga g'amxo'rlik qilishga ishonchim komil. U ulkan, faqat mutlaqo massiv. Tuyoq urug'ining patriarxi bormi? U sizni qo'rqitishiga yo'l qo'ymang. Agar biz bu yerda tursak, g'alaba qozonamiz. Bu yerda qo'shinlar kuchsiz bo'lishini bilardim. Biz bu qo'shinni yenga olmaymiz. Meni qutqaring katta birodar. Katta birodar, shoh armiyasining chap qanoti aravalar tomonidan hujumga uchragan. Ular bizni zaifligimizni topishlarini bilardim. Bu siz kutgandan tezroq sodir bo'lganga o'xshaydi. Barcha tartibsizliklarga qaramay, ular bir zumda bizni kuchsizligimizni topib, qarshi hujumga o'tdi. O'ylaymanki, men buni kutishim kerak edi, lekin unga afzalliklarni berib, o'z xohishi bilan yaqinlashadi. Men bu aqlli jangda g'alaba qozonganga o'xshayman. Men shunchaki aldayapman, lekin Siz buni ko'ra olmadingiz shekilli. Bo'ri, men seni changga aylantiraman. tuyoq klan aravalari biz uchun eng katta tahdiddir. Ular eng yaxshi imkoniyatdan foydalanishadi. Shunda biz tuzoqqa tushamiz. Endi vaqt keldi. Ron, ularni parchalab tashla. Qayerdasan, bo'ri bolasi? Bu nima? Yana sen. Bizning maqsadimiz tuyoq patriarxi Yengvi. Jangga! Men Sigurune bo'rilar urug'ining avlodiman. Ko'ryapmanki, siz kuchli jangchisiz. Ismingiz nima? Men tuyoq urug'ining patriarxi va Al-Hayimning hukmdori Yingviman. Yaxshi, agar seni qo'lingda o'lsam, bu jang tugaydi. Sizning qurolingiz ham temir-ku. Haqiqatdan ham temir bilan faqat siz emassiz. Keling, Valhallada yana jang qilaylik.
Bu qanday qurol? Menga aytishlaricha, bu katana deb ataladi. Dunyo katta joy. Sizdek jangchi qo'lidan o'lganimdan xursandman. You have my thanks. Sizdek kuchli odam bilan jang qilganimdan faxrlanaman. Let's meet. Keling, yana Valhallada uchrashaylik. Bo'rilar urug'i Siguruni, tuyoqlar urug'i patriarxini o'ldirdi. Yashasin! Hammasi tugadi, shunday Run va boshqalarga rahmat.